Assalomu alaykum, Matu. Noqat qarshi kanalini qatnashchilari. Biz boya ko'rsatgan bo'lsak, hozir ko'rsatamiz. Inshaalloh kurs ko'tarilib turmoqda. Ondan Noqat shahrina barizlarga javobimiz salom aytmoqchimiz. O'zim otimdan Jon Noqat qarshi kanalini tasdirda bugungi tushdan keyin kurslarga tanishamiz. Bugun ko'tarilib turmoqda. Ondan qaranglar. Hozir biz birinchilar mana Kapital Bank'a keldik. Kapital Bank'ta 86.70 dollar, 95.80 euro bu yerda 11-15 olib qolibdi. Rubl chiqaramizlar, hurmatli tuğanlar. Rubl ko'tarilibdir. Daha ko'tarilsin demoqchimiz, katta ona daha boshqa banklar ko'ramiz qanchadan ekan. Shu yerda ma'lumot beramiz. Hurmatli tuğanlar, hozir Baychu bankga keldik. Baychu bankda 87 so'm dollar, 95 so'm 600 euro. Bu yerda da 1.15 ekan rubl chiqaramizlar. 1000 rublning sonunda 1115 so'm pul bo'ladi ekan. Hurmatli tuğanlar. Hurmatli tuğanlar, pul almashtirish joyiga keldik hozir bu yerdachi. Kanalda 87 so'm 30 dollar, 11 ekan bu yerda. Rubelch Qozoq tengasi 0.17, o'zbekiston 0.78 ekan. Hurmatli qaranglar. Hurmatli tuğanlar, Qirg'iziston bankda rubl ko'tarilibdir. 1.12 ekan bu yerdachi. 87 so'm dollar, 95 so'm 50 euro, 1.12 ekan bu yerdachi rubl. Hurmatli tuğanlar ko'tarilibdir. Qirg'iziston bankda ko'tarilibdir. Tuğanlar. Hurmatli tuğanlar, hozir biz Doskirda bankga keldik. Doskirda bankda 87 so'm dollar, 95 so'm 600 euro. Bu yerda 1.15 ekan rubl. Qaranglar, hurmatli tuğanlar. Hurmatli tuğanlar, biz hozir G'aziya bankga keldik. G'aziya bankda qaranglar 87 so'm dollar, 95 so'm 70 euro, 1.12 ekan bu yerda rubl. Hurmatli tuğanlar, rubl ko'tarilibdir. Tushuncha beringizlar. Hurmatli tuğanlar, shunday Noqat qarshi kanali sizlarni qo'shiladi. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Bugungi kunda kurs shunday ko'tarilib qoldi. Tuğanlar, tushuncha beringizlar. Aman pensiya tushib turib, hurmatli tuğanlar, pensiya olsanglar bo'ladi. Shunday qo'shishamiz. Ertaga ko'rishishga tinch bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Çok kurslar tarttık. Kurslar tarttım diyeyim.